Voy, kartamda pulim qolmabdi. Naqd pul. Voy, naqd pul ham olishmaydi-ku. Ha mayli, to'lamasdan chiqib keta qolaman. Hech kim bilmas. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kartangizni tekshirib ko'rsam bo'ladimi? Nega? Karta urmadingiz, o'shani tekshirib ko'rmoqchiman. Men chiqqanimda urdim. Yo'q, o'shani men tekshirib ko'raman, bo'ldi, tamom. Urgan bo'lsangiz muammo yo'q. Maylimi? Karta urmagan ekansiz, endi biz siz jarimaga tortamiz. Ha endi jamoat transportlarida haq to'lamasdan chiptasiz harakatlanadigan bo'lsangiz, jarimaga tortilasiz. O'tgan shu 2 oy davomida jamoat transport avtobuslari yo'lovchilar orasida chiptasiz harakatlanayotgan yo'lovchilar soni ortib borayotganligi sababli mart oyining 14-sanasidan boshlab avtobuslarda jarima jazosi qo'llanila boshladi. Hurmatli yo'lovchilar, avtobus saloniga chiqqan paytda kartalaringiz urishlaringizni so'raymiz. Jamoat transportidan chiptasiz foydalanyapsiz. Sizga o'rnatilgan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib beraman, jarimasini to'lab qo'yasiz. Xabarim yo'q edi, aka. O'ndan biri 37.500 so'm to'lab qo'yasiz, xo'p? Birinchi marta ogohlantirib qo'ying, Mayli, familiyatingizni ayting. Familiyangizni aytib olasizmi? Ishtirok to'lamayman. Mayli, to'lamaysiz, o'zingiz bilasiz. Aka, qo'ysiz-chi. Keyingi safar olaman, xo'p. 15 kun ichida to'laysiz, yarmini to'laysiz. Barmog'ingizni bosib olasiz. Ayolimlar ko'tarilib ketdi, xo'p. Arzimagan pul, endi arzon narsa suv ham bermayapti, hozir 1700 so'm, to'g'ri? Ulashmayapti. Atkaz bersa ham unda uryapti-da, tushib ketyapti. Atkaz beryapti desiga ham qaramayapti. Chiptasiz yurgan yo'lovchilarni qay tartibda aniqlayapsizlar? Masalan, avtobusdan tushib keldi. Men karta urganini ko'rmadim. Meni qo'limda masalan validatorim bor. Shunga kartani tekkizadigan bo'lsam, avtobus gos nomeri nechi, qachon urgan, qaysi soatda urgan o'shani chiqazib beradi. To'lov amalga oshirilmagan ko'rsatyapti-ku. Xohlasa cho'trarini ko'rsataman. To'lamay ketib qolayotganingizda bo'layotgan vaziyatda-ku. Ko'rdingiz, oxirgi to'laysiz, qachon to'langan? 19:38 da to'lov bo'lgan. Bitta ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib beraman, transportda chiptasiz yurganingiz uchun 7500 so'm miqdorida jarimani to'lab qo'yasiz, xo'p? Kuchaytirilgan reyd tadbirlar boshlangandan keyin birinchi kungi ko'rsatkichlar 150 nafardan ziyod yo'lovchilar yo'l haqqini to'lamasdan tushish holatlari aniqlangan va belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilgan. 20-30% urmay tushib ketyapti. Yoki ursa ham urilgan bo'ladi, puli yo'q bilan tushib ketyapti. Gapiramiz, bu yoqqa yo'q ekansa, men urdim deydi. Demak, bular ham chiptasiz harakatlanganmi? Chiptasiz harakatlanganlar jamoat transportida hozir mana DM xodimlari bilan aniqlik kiritdik. Hozir bularga nisbatan o'rnatilgan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib beramiz. Shuni qilmasa bo'ladimi, aka? Bazaviy hisoblash miqdorini 10dan 1 qismi 37500 so'm. Yo, shuni transportsiz qilsa bo'ladimi? Bo'ladi. Voy, yechmay. Hech nima qilmas. Shu tarzda 1700 so'm miqdoridagi yo'l haqqini to'lamasangiz, 37500 so'm jarimani to'lashingizga to'g'ri keladi.